Nabiramga nasihat hukmida uchrashuvda olib boryapmiz. Shu uchrashuvda tashabbuskor sifatida men Nuroniy Muhammadovni orzulaman. Yonimda hokimiyatimiz matbuot kotibiyatidan ma'rifat bo'limlari mudirasi Gulzamon Akbarovna ishtirok etyapmiz. Maqsadimiz mana shu sizlarga maktab bitiryapsizlar. Kelgusida sizlar hayotga yo'l qadam tashlayapsizlar. Hayotga katta qadam bilan kirib boryapsizlar. O'shanga sizlarga o'zimizni beradigan nasihatlarimiz bor. Ota-bobolarimizda boshidan o'tgan ko'p hayot mazmunida kechganlarni o'sha hayotlardan misol keltirib sizlarga yo'l yo'riq berib ko'rsatishlar. Mana shu tariqada mana bu nabiramga nasihat turkumida donolar bisoti bitilgan so'zlari, bitiklari bor. Buhtiyatlar. Mana shu buhtiyatlar sizlarga sovg'a qilmoqchiman. Hurmat qilsalaringiz, juda ham kerakli bir serma'no aytilgan bitiklar bor. Mana shularga amal qilib kelgusida bemalol hayotda o'z izlarini olib boraverasizlar degan umiddaman. E'tirozlarsiz bo'lsa, Xalqobod mahallasida joylashgan 5-umum ta'lim maktabida turibmiz. Butun jahonga chiqadigan jarayonda turibsizlar. Sizlar hozir maktab o'quv darsliklari, umuman o'quv jarayonlarida turibsizlar. Undan keyingi hayotlaring katta hayot dengiziga qadam bosasizlar. Ana shunda mana shu maktabdagi o'qigan ta'limlaring, ustozlar, yana atrofdagi yoshi katta nuroniylar, otalaring, onalaring, oilalaring, qo'shnilaring ta'lim va nasihatlari sizlarga juda ham asqotadi. Mana hozir hech narsani g'amini yemasdan o'qiyapsizlar, lekin hayot bosqichlari bor, birov turmushga chiqadi, birov uzoq yurtlarga ketadi, birov oliy ta'limni davom etkazadi. Har qanday sharoitda ham mana shu ustozlarni, yoshi katta nuroniylarni, qo'ni-qo'shnini, ota-onani, bobolarni, onalarimizni, momolarimizni gaplari sizlarga juda ham kerak bo'ladi. Shu o'rinda hozir davlatimiz yoshlarga juda ham ko'p e'tibor qaratyapti. Mana butun dunyoda O'zbekiston mana shu ta'lim sohasiga butun dunyoda har xil holatlar bo'lyapti, lekin O'zbekiston o'zini jiddiy ham yakdillik bilan o'zini ta'lim sohasiga har qanday sharoitga juda katta e'tibor qaratyapti. Biz xursand bo'lishimiz kerak o'shanda. Lekin mana bu internet tarmoqlariga chiqsak, butunlay boshqa dunyoga kirib qolyapmiz, to'g'rimi hammamiz? Mana shunday holatda bizni azaldan ota-bobolarimizni, ustozlarimizni gaplari bizni yoshlarga o'rnak sifatida qabul qilingan. Ya'ni bitta mahallani bolasi, bitta xonadonni mahallasiga, xonadonni farzandiga 7 qo'shni xo'jayin degan eskidan naqllarimiz bor. Maqolga o'xshagan naqllarimiz bor. Xuddi o'shanday kelib chiqib, bugungi kunda ham mana shu yangi anaqalar nuroniylar jamg'armalari bor, nuroniylar otaxonlari, nimalari, ish faoliyatlari bor. Shu o'rinda mana nabiramga nasihat degan bir nima ham tashkil qilib, buvijonlar maktabi bor, xotin-qizlar nimalari bor. O'shanga o'xshagan nabiramga nasihat degan yaxshi bir nima joriy qilinib kelinyapti. Bu butun respublikada tan olinib joriy qilinyapti. Ya'ni sizlar katta otalaringni nasihatlarini yoki uyingda o'tirib biz azaldan ham shunaqalarimiz bo'lgan, nima deydi, qadriyatlarimiz bo'lgan. Mana shu qadriyatlarimiz tiklanyapti endi. Bu kishi hozir ko'pgina nimalarni jamlab, olimlarni, ustozlarni nimalarni buklet tashkil etdi. Undan keyin Nazirlar Muhammedov bu kishining ismi, familiyasi eskidan mana shu hokimligimizni hokimiyatda, hokimlik ishlarida, katta jamoat ishlarida, gazlashtirish ishlarida eng birinchi o'sha ishxonamizga gazni olib kelayotganda Murod Jo'rayev bilan yonida turgan nuroniy mehnat faxriysi hisoblanadi. Bu kishi juda ham ko'p jarayonlarni boshdan ketkazgan,
hech qanaqa mana Shalqobod mahallasi gazlashtirilgan, to'g'rimi bu qismi? Shu maktabni bo'lib isitishda ham mana shu kishi nazariyasi bilan. Aniq. Bizda masalan shahrimizda hozir gaz yo'q. Bizlar nechta qishloqda yashayman. Hozirgi kunda jurnalistman, blogerman. Ko'rgan bo'lsalaring ko'zlariga tushgan bo'lsa kerak, Gulzom Akbar meni ismim. Ko'p jarayonlarni kuzatib boraman, shu targ'ib qilaman, targ'ibot qilaman va shuning bilan birgalikda kamchiliklarni, muammolarni ham chiqaman ba'zida. Xullas, biz kattalardan ta'lim olsak, quloq solsak, ozgina quloq solsak, ertaga bu kerak bo'ladi. Hozir hech narsani g'amini yemayapsizlar, lekin katta bir dengizga chiqqanda kichkinagina baliqchi bo'lib qolasizlar. Katta bir kitlarni, katta bir delfinlar tasavvur qiling. Majoziy ma'noda aytyapman-da, anosiga tushganlaringda mana shu kichkinagina maslahatlar sizlar oldingizdan chiqadi. Rahmat sizlarga. Endi hozir zalga borasizlar. zalda bo'ladi, hali aytayotgan gaplarimiz ko'p. Shunda o'tirib, ba'zida gaplashamiz. Sizlarda ham nima fikrlaring bo'lsa, o'sha yerda sizlardan ham so'raymiz. Savollaring bo'lsa, tayyorlab qo'yinglar. So'zga chiqadigan orzu havas niyatlaring borlar bo'lsa, men shunday kishi bo'lmoqchiman desalaring sizlarga ham Olgandan bir tursin o'rnidanmi? Ayis nima? Degot, sifir olgandan. O'zi bular o'qishga deyarli xudo xohlasa kirdi degan. Bu kim bo'lmoqchisizlar kelajakda? O'qishda maqsad nima? Mutaxassis. Qanaqa mutaxassis? Eski o'qishga maqsad Diplomat. Xalqaro yo'nalishda diplomatiya sohasiga kirmoqchisan. Sizchi? Tibbiyot mana Ishtixonni kuzatib boryapsanmi? Butun respublikamizda Ishtixon tumani birinchi o'rinda mana shu Ishtixon tumani tajribasi asosida boshlandi. Endi boshqa joylarga targ'ib qilinadi. Mana shu hayotimiz, tibbiyot sohasidagi hayotimiz o'sha taraflarni kuzatib boringlar. Mana davlatimiz juda ham katta imkoniyatlarni endi bizga berdi. Qolganlari ham bular hammasi o'qishga kirishga tayyorgarlik. Nasib bo'lsa, Alloh qo'ysin. Kelishamiz albatta. Sizlarni bir chiroyli tadbirga o'tkazish uchun ustozlar kelgan. Bu ustozimiz Nasir aka bizlarga ustoz bo'ladi. Bu bir necha yerda tuman hokimligida ishlagan, baygazni boshlagan. Eng asosiy mana shu maktabni issiqlik tizimini, proyektini mana shu inson yaratdi. Proyektini. Ana shu inson taklif berilgandan keyin birinchi 5-umumta'lim maktabidan katta maktablarni nima bo'lib kichik yo'nallarga moslashtirib isitish sistemasi yaratilgan. Mana bugungi kunda O'zbekiston bo'yicha shu kishining nazariyasida maktablar ishladi. Shu kishining nazariyasida qishki kuni issiqda o'tiramizmi hammamiz? Mana shu issiqlikni juda ko'p hissa qo'shgan odam, proyektni anosini tuzib bergan inson mana shu kishi bo'ladi. Bugun bu kishilar nabiramga nasihat mavzusida sizlar bilan suhbat qilgani, tadbir tashkil qilgan. Mana bu bitta sinfga o'qildik. Bu nima degani? Bu nima degani? Biz ota-bobolarimizdan bugungi kunda o'rnak olishimizning birinchi qadami. Chunki hamma farzandlar birontani katatasi yoki katinasi nima o'zini ota-onasidan yaxshi ko'radi. To'g'rimi? Ota-onamiz urishishi mumkin, lekin katatasi bolalar hammasini tarovni oladigan ya katatasi bo'ladi, ya katinasi bo'ladi. Shundaymi? Hammada shunday. Kimda agar bo'lsa shunday bo'ladi. Shuning uchun so'z navbatini ustoz sizga beramiz. Marhamat. Faqat tartib bilan eshitamiz. Biron kishi unutmaydi. Ovoz yetyaptimi hammaga? Ma'rifat boshlashdan oldin boyagi olgan bolalar shartnoma olmaganlarga bo'lmadi ulashib beraverdim bitta bo'lmadi uzatib berdim. Oldinlari olmaganlar bor. Biz bizga
nabiramga nasihat turkumida sizlar bilan uchrashuv tashkil qilganimiz yo'q, chunki hammalaringizni oldingizda katta hayot yo'li turibdi. Mana o'quvchilarimiz, farzandlarimiz, sizlar meni nabiram qatori yoshdagi insonsizlar. Shuning uchun men bitta o'zimni nabiramga emas, sizlar hammangiz men uchun nabira sifatida bugun imkon qadar nasihatlar, kelgusida hayotni qanday davom etkazish kerak, qanday boshlash kerak, qanday intilish kerak, shunga o'xshash o'zimni nasihatlarimni sizlarga ulashmoqchiman. Keling, hali biz maktab quchog'idan chiqqandan keyin juda katta dargohlarga boramiz, o'qishlarga boramiz, mehnat jamoalariga boramiz. Boshqa yurt vakillari bilan ham uchrashishga to'g'ri keladi. Ana shunda siz qanday farzand bo'lib, yetuk inson bo'lib yetishganligingiz ana shunday baholaniy bor bo'ladi. Qisqagina mana Ishtixon o'zi tarixga ega. 1000 yillab tarixga ega. Ozgina Ishtixon tarixini berib qo'ying, chunki ko'plar bilmaydi. 6-7 asrlarda arab istilochilari islom dinini targ'ibot qilishda O'rta Osiyoga o'zini vakillarini jo'natadi. Ana shundan beri bizning tariximiz o'sha davrlarga borib qadalgan. 78-yilda bir qo'shnimiznikida loyihani qilayotganda havuzdan xumdon chiqib qoldi. Uning yonidan pishig'ishlar chiqib qoldi. 4 burchak. Pishig'ishlarga shtab bosilgan. Ana shu narsa meni nazarimda qolib ketgan edi. Mana shu narsani keyinchalik taqqoslashga to'g'ri keldi. Mana Paxtachi tumanida Dabusiya qishlog'i bor. Dabus qal'asi deydi. Bu nom Zartushtiylar davridan beri shu nomni asrab kelayotgan joy, qishloq. 1300-1400 yillar bo'ldi. O'sha yerda 2 gumbazli maqbara bor. Dabus qal'asi deyiladi. O'sha maqbarada biz borib qaraganimizda aynan shu yerdagi ko'rgan g'ishimizni o'sha yerda men ko'rdim. 4 burchakli pishig'ishdan terilgan 2 gumbazli maqbara. 2 gumbazli maqbara Amir Temur bobomizning maqbarasi 2 gumbazli. Farqi bu pishig'ishdan bo'lgan rangdor g'ish emas, Amir Temurniki rangdor g'ish bilan bezatilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, mana tariximiz qayerlarga borib yetyapti. Xuddi sizlarda yoshimizda 9-sinfda o'qiyotgan vaqtimiz 70-yillarda Moskvadan ikkita arxitektor ayol keldida, arxeolog qazilmaga kim boradi deb so'rab qoldi. Men deb 5 ta o'quvchi turdik. Bizlarni olib keldi. Hozirgi Ishtixonda stomatologiya poliklinikasiga kirishda o'ng qo'l tarafda eski qabriston bor. O'sha stomatologiya kirayotgan yo'lni yoqilganasi vaqtlari qabr, eski qabrlar joyi edi. Mana shu yerda qazaslar deb ko'rsatdi. 50 santimetrlar qazuvdik, lapatkamiz qattiq jismga urildi. Ochdik, 2 gumbazli qubbali bir terilgan g'ish chiqdi. Topildi dedi, bizga javob berib. Bir haftadan keyin javobi keldiki, o'sha topgan narsamiz shoh va malikaga taalluqli bo'lgan skeletlar ekan. Ulardagi taqinchoqlar arab taqinchoqlariga mos bo'lgan, shoh va malikaga atalgan, berilgan, taqlaydigan taqinchoqlar bo'lgan ekan. Ana endi taqqosladik. Ishtixonda demak Shit Alixon xonligi bo'lgan ekan. Payg'ambarimizning jiyanlari Shit Alixon. Ana shu xonlikni Shit Alixon seni xonliging deb tayinlangan davr o'shanda bo'lgan ekan. Ana arxeolog qazilma, taqinchoqlar, shoh va malikani bu skeleti aynan mana shu dalil bo'ldiki, Shit Alixonligi bo'lganligi. Keyinchalik bu so'zlar, talaffuzlar Shit xonligi deb atalib boshlagan. Mana bugun kelib Ishtixon so'zi kim chiqyapti. Mana ozgina tarixdan sizlarga ma'lumot. Mayli
Qo'yavering, o'zimiz ozgina tariximizni bilib qo'ysak, ziyon qilmadimiz. Men bugungi kunda sizlarga nima demoqchiman? Avvalambor qaysi allomaga uni aytgan so'ziga e'tibor qilsangiz ham ilm ol, bilim ol degan so'zlar yozilgan. Hatto hadislarimizda ham iqro deb yozilgan. Bu o'qish ma'nosini anglatadi. Men nima demoqchiman? Sizlar bugunda ana shunday o'qish imkoniyatiga ega bo'lgan katta imkoniyatga ega bo'lib turibsizlar. Davlatimiz mana chiroyli maktab qurib berib o'tiribdi. Aziz ustozlar dars beryapti. Ota-onalar sizlarga o'qishlaring uchun nimaiki hojat zarur bo'lsa, yaratib berib o'tiribdi. Kiyish, yeyish, maktabga borish va kelgusida sizlar yetuk bir insonlar bo'linglar degan niyatda sizlardan o'sha tarbiyalab yetib keldi. Hayotning muhim manfaatlari degan so'z bor, ibora bor. Ya'ni bu iboraning ma'nosi shuki, ana siz dunyoga kelgandan keyin ota-onangiz sizlarni o'stirdi, ulg'aytirdi, bugungi kunda o'qitdi, kelgusida o'qimishli, kasbkorli, hunarli insonlar bo'lib yetishsin, toki ular hayot yo'liga kirganda o'zini kelgusida oilasini, farzandlarini mana shu bugungi kunda o'zlariga yaratgan mana shu kasb-hunarlar orqasidan topgan noz-ne'mat bilan boqish, tarbiyalash, yetishtirish. Ana bu hayotiy muhim manfaat. Bu ota-onalar sizlarga yaratibdi, sizlar endi kelgusida o'zlaringiz uchun va oilalar uchun. Bu nima demoqchimiz? Bu oila, vatan oiladan boshlanadi deydi. Allohga behisob shukrlarki, biz juda jannat makon vatanda yashayapmiz. Mana shu yerda tug'ildik, o'qiyapmiz, orzu havosimizni ro'yobiga chiqaramiz. Mana shu istak yo'llarida bugun sizlar kasb-hunar tanlash arafasida o'tiribsizlar. Nima kasb egallasam ekan, nima hunar egallasam ekan va men kelgusida o'sha narsaga qanday yetishsam ekan degan mana shu narsaga qanday yetishsam ekan degan bugungi katta orzu havosida turibsizlar. Endi sizlarga bitta aytayotgan gapim, siz mana shu vaqtdan, imkoniyatdan unumli foydalaning. Hech qachon ikkilanmang, orqangga chekinmang yoki bir joyda qotib qolmang. Sababi siz doim olg'a yurishingiz kerak. Orzu, havas, niyatlaringizni ro'yobga chiqarish uchun doim harakatda bo'lishingiz kerak. Navoiy aytgan. Meni nechun tanishi kerak? Agar o'zimni tanimasam. Siz bugun o'zingiz taniydigan darajada yetuk inson bo'lib voyaga yetishingizni yo'liga kirib olishingiz kerak. Beparvo, haligi nima deydi, beg'am, ota-onam boqyapti degan hayollardan endi ketish kerak. Ota-onangiz bugungacha sizga avaylab, astarlab voyaga yetkazgan bo'lsa, ana siz yetuk yoshga yetdingiz. O'zingizni, kuningizni, kelajagingizni o'zingiz yaratish ana shunday davrga yetib keldingiz. Yoki vatanimizni kelajagi erta sizlarning qo'llaringizda. Bu hayot shunday. Biz ham maktabda tugatganda kelajak yoshlarniki deganda yoshlar nimani yaratar ekan, qanaqa kelajak ekan deb o'ylagandik. Vaqt keldi, o'qidik, xalq uchun xizmat qildik. Orzu havasimizga, kasb-hunarimizga erishdik. Mana shunday 30 yil, 40 yil boshimizda davr o'tkazdik, vatanimiz uchun xizmat qildik. Farzandlarni o'qitib, ularni ham hayotga yetkazib berdik, tayyorlab berdik. Ana ular bugun farzandlarimiz ana shunday yuksak orzularni ro'yobga chiqarish payida yuribdilar. Hind
nimasi bor, donishmandi bir vaqtlari Hindistonni butun oyoqqa turgizgan Mahatma Gandhi dunyoni o'zgartirish uchun avvalambor sen o'zingni o'zgartirishing kerak degan. Biz bugun qanday o'zimizni, kelajagimizni sharoitini yarata olgan bo'lsak, kelajakka erishgan bo'lsak, erta biz shu sharoit bilan yashaymiz. O'sha o'zimiz yaratgan imkoniyat bilan yashaymiz. O'shani kasbini, hunarini, bilimini, ilmini egallab, kelgusi hayotimizga ham o'zimizga, ham jamiyatga tatbiq qilamiz. Ana shunday hayotni sohasida turibsizlar. Ana shu narsani bugundan sizlar o'z oldlaringga katta maqsad qilib, o'sha hayot bilan, o'sha maqsad bilan yashashga o'rganishlaringiz kerak, kirishlaringiz kerak. Hayotda hech qachon 200lamachilik bilan ish tutmang. 200lamachilikdan voz keching. Yolg'on so'zlardan voz keching. O'zingizni vijdoningizni to'g'ri, pok saqlang. To'g'ri munosabatda bo'ling. Bugun aldab, ertaga ishimni to'g'rilab ketaman deganlar xato qiladi. O'zingizni aldovga o'zingiz tushib qolasiz. Yolg'onni tagida doim ochko'zlik yotadi. Ma'naviyatsizlik yotadi. Ijro bo'lmasa, u yolg'on chippakka chiqib ketadi. Siz shunday rozgo'y, bilimdon, tilli inson bo'lingki, sizning ma'naviyatingiz kuchli bo'lsin. Ana vatan haqida o'zimda to'rqatar yozgan she'rim bor, shuni ham aytib berib ketayin. Men ozod ijod bilan ham shug'ullanaman. Sen ona zaminsan bu keng olamda. Sir asror mo'jiza senda mujassam. Bearmon yashagum ketmam alamdan. Tafakkur qulog'im kezib izlasam. O'zbekiston vatanim zaminda yakka. Ajdodlaring o'tmishin qildilar abad. Bashariyat jo qildi har bir yurakka. Abadiyat qonuni fan birla obod. Afshona beshiksan Ibn Sinoga. Jismida jo qilgan meditsinani qanotsiz yo'l topdi cheksiz samoga, beruniy falakka qo'ydi zinani. Asos soldi Xorazmiy algoritmga, aljabr jadvali yaralgan isbot, yaraldi isbot. Allomalar ahli keldi bitimga, ilmi fan jabhasi yashnadi ozod. Samarqand atalmish sayqali zamin, Temuriylar maskani bu ulug' saltanat. Qo'rag'oniy vatanidir olamiy zamon, hatto koinotda egalladi taxt. Yetib bir ziyorati senda Buxoro, islom ziynatidir buyuk Naqshband. Ziyorating Makkadik, Buxoriy bobo, Allohning nazari sengadir baland. Navoiy bobomdan qoldi ko'p meros, she'r yer sultoni tanhosi o'zing. Lutfiy dostonidan ochilmagan sas, to'rt qator misrada sadosi o'zing. Anda jonim qolgan jonim Boburman, ne yurt kezdim johillarda xunum bor. Ham shoirman, ham sarkarda botirman, obod qildim Hindistonda qo'nim bor. Boshdan kechdi butuk bo'ldi Bobur noma, qayga borsa ma'rifatni yo'qlagan, ul Sherozi yo'qdi asar shahnoma, haq yo'lida oriyatni saqlagan. Ey ona zaminsan, bunchalar kengsan, kimgadir tor kelding, kimgadir makon. Azaliy xalqim bor, barchaga tengsan, ona yurt o'zingsan, jon O'zbekiston.